Bizning fermer xo'jaligimiz Mingbuloq tumanidagi istiqbol hududida joylashgan. Baxtiyor Absalom fermer xo'jaligi o'tgan yili 20 gektarga xorijiy texnologiya asosida suv tejamkor texnologiyadan foydalanib, podplyonka 76 qo'shqotor sxemada paxta ekkan edik. Afzalligini o'sha yiliyoq bizga isbotlab berdi. Mashinada birinchi terimda 66 sentnerdan paxta yig'ishtirib oldik. Keyingi paxtalar yig'ishtirganda 70 sentnerdan hosildorlik oshdi. Bu yilga 2026-yilda maydon 50 gektar yerga paxta ekdik, g'o'za ekdik. 100% xorijiy texnologiya asosida podplyonka 76 qo'shqotor sxemada paxta yetishtiryapmiz. 100% tomchilashga o'tganmiz. Hozir ikkita sun'iy havzimiz bor. Shu Shiypon oldiga joylashgan, shu yerda 2 kishi bilan boshqaramiz. Bizga afzalligi o'sha yaganaydan to paxtani yig'ib terguncha texnikada ishlaymiz xolos. Mehnat kuchi umuman ishlamaydi ham hisoblasa bo'laveradi. Demakki, biz hozir bu an'anaviy usuldan ko'ra bizga afzalligi xarajatimizni 60% qisqarganligini o'zi fermer xo'jaligimizda isbotladi. Avvallari 10 gektar maydonga sug'orsak, suvni 10 kunlab vaqtimiz ketardi. Agar daryoda bir xilda suv oqqanda yoki kanalimizda kunlar cho'zilib ketadi. Biz hozir 2 sutkada 10 gektarda batamon sug'ora olamiz. Shu imkoniyatimiz bor hozir. Maydonda 3 gektarda suv ochamiz. 6 gektar mana shu maydonimiz 6 gektar. 2 bo'lib sug'oramiz. Bu bir sutkada 6 gektar tugaydi. Qolgan maydonlar ham shu. Hamma maydonimiz bir xilda. Mana hozir maydonimiz ham bir xil, paxtamiz ham bo'yi, basti hamma joyda bir xil. Bizga shu ma'qul chiqdi. Oldinlari ko'llab ketadigan joylar bo'lardi, an'anaviy usulda. O'sha yerlarda paxtalarni pasayib, hosildorlik pasayib ketadi. Hozir kelib hamma maydonimiz umumiy maydonda hamma joyda bir xilda hosil mevalarni olgan. Havuzlarimiz qirg'og'ida bo'sh joylarga quyosh panelini o'rnatdik. 20 kilovatlik quyosh paneli o'rnatdik. O'tgan yili hisob-kitob qildim. Shu vegetatsiya davrida 15 kun, 15 sutka biz nasosdan foydalanganmiz 20 kilovatli. 20 kilovatli quyosh paneli o'rnatgan edim. Qolgan kunlari menga 365 kun bo'lsa, 365 kundan 15 kuni shu bizni suv foydalanishga ketgan bo'lsa, qolgan kunlari men o'zimning hisobimga, raqamga pul tushib turdi. Cho'ntagimga tushayotgan, plastikka tushayotgan 5,5 milliondan pul tushyapti yoz kunlari. Qolgan kunlari 2,5 1 milliongacha, qishda 1 milliongacha tushdi. Men hozir buni foydasini ko'rib 100 kilovatli qilmoqchiman. Bugun erta 100 kilovat o'rnatiladi. Qo'shimcha 80 kilovat o'rnatmoqchiman shu joyga. Agrobank tomonidan bizga suvchilar maktabi o'rnatilgan, bu yerga sharoit qilingan, shu suvdan iqtisod qilish bo'yicha, suvdan qanday foydalanish bo'yicha har oyda bo'lsa ham 2 marta kelib o'rtoqlashib, bir-birimizga tajriba almashib turamiz.